Valaq qaynaytqani bir qaza tamaq emas, bir dünya muhabbet. Sen bayada meva, sevomğan yada mangıным bada barlıq mehr muhabbet, söygü, barlıq xoşallık, bəxt və yaxşılıqlar ayal bayaga yığılarmış deyilge barlıq sevimli güzel hanımlar həmmillərniki bayramlarına mübarek olğay. Güzelligimiz cismimizdə emas, hareketimiz, qalbimiz, tillərimizdə julalanğay. Tönöge düşdə alraşlıqda urdum badil birinin bu qılıb deyib Allah'a kəşdi ballar. Emraq birim qıptırayçı deb çarçığınımğa qarmay ballarımğa tamaq roslaytqadım. Cün Rimangelniki bu bayram mübarek olğay deydiğə tıqqanlarım bitta gül, bitta yürek yürümüzcimi andi filmni axırgacha ko'rib chiqamiz. Bu men uchun o'zlarniki eng katta sovg'atlar. To'xonni bir qayntib o'ltib olsak, teg'imi yaxshi pakizligil bo'ldi. Tuqqanlarim ham g'ayri buraqsiz tamlik pishidi. Andi ma chiroyli va sapal qazinimizga mayni qo'yib qizg'andiki, shikarsab ko'yiga chiqqandiki, go'shni sansa qizirib pishidi go'shimizcimi. Go'shni azara qorib olgandiki, eki inchki qaqlazdi, sinjandi nechta tashlaverib, yem biza qo'rimiz. Eki tuz soldim tuqqanlar. Birdan tamlantirib olgandiki, bularni eki hardabog'niki tayyor to'xoti tutqusida rasmiy ta'minni keltirimizcimi. Am buningdan boshqa hech qanday tamxuri silishlarniki hojat yo'q tuqqanlarimcimi. Xojo, bajo, qizartqish hammaning moshina ichida bor. Lazimlar Habibullah 28 degan nomerni qatib zakaz bersingizlar bo'ldimi? Buni men 2 minut qovurib ikimizlik purg'i chiqqandiki, chilashqicha suv qo'yib qaynagandek ilma yon-yona soldim tuqqanlar chunki ma qozonni bak tez pishidi emasmi? Sal chiqqan sasak mattoqni birdan turib topolmay qolmayni deyman-chi, usqoni bir valak go'shti bir valak xo'p. Yon-yona sapma eng suzotda 6 minut dimlab qo'ydim tuqqanlar. Endi yeshil saylarni sap o'tini o'chirarib, yana 1-2 minut dimlagandiki, o'tini ichib qizil ko'k lazlarni sap aralashtirsaqli shunchalik o'xshagan dapanji tayyor bo'ldi men tuqqanlar. Burunlarda dapanjini tamoqxonatil qilib yeydigan-go ta'min keltiraman. Men endi hammamiz uyimizda o'z qo'limiz bilan shunchalik o'xshab qilib yeyoladigan o'ketdik. Qashina xosimi oddiga qanoat qilib, bag'i iltifot qilib, hammalar bitta yuraklarni aymay bir qo'shlarni so'rayman. Tuqqanlarim har bir kunlar bayramdek o'tki.